Sutga deganda 2 sutkaga katol oldiga bormayman. Degan rasxotimga rozimanda. Mana shu miyasiga ham ishqiboz bo'ldim. Kacholni berdik. Bu bo'ldi bas. Isityaptimi, yo'qmi? Shuni bilish uchun Namangan shahar, xudo xolasa Yangiobodga kelganmiz. Nasrullohxon akamizning xonadonlariga assalomu alaykum. Alaykum assalom aka. Charchamasdan. Yo'q demaganingiz uchun rahmat aka. Ko'pchilikda hali ishlatyaptimi, qanaqa bo'lyapti, qiziq bo'ladi odamlarga. Shuning uchun bitta video olishga qaror qildik aka. Rahmat, shunchalik yo'q demadingiz. Aka, xonadoningiz necha kvadrat? Xonadonimiz bu yerda hozir 200 kvadrat oshiqroq. 200 kvadrat. 200 kvadrat oshiqroq. Shundan o'sha 200 kvadratda 9 ta xona isituvda. 200 kvadratga o'zi yaqinroq bo'lib qoldi isitishimiz. 180 dan oshiq ekan. 180, ha, 180 200 kvadrat. Bu degani 2 ta xona-yu, 2 ta hammomga ataplana qilingan. O'shani chiroyli isitib turibdi. Qalay isitish aka, ochiq oyda. Istishlari xudo xolasa zo'r aka. Kunlik rasxotlarni ham baribir hisob-kitobga qiziq-ku, ha. Odamlarga ayniqsa qiziq. Odamlarga ham qiziq. O'zim tavsiya ham qilibman hozir. O'rtacha hisobda 50 kilo ko'mir yoqibdi. 50 kilo ko'mir yoqibdi. Bu degani 1400 so'mdan olibdi, 70 ming so'm degani. Sutkasiga 9 ta xonaga sutkasiga 70 ming so'm rasxot bo'libdi aka. Baribir endi hamma narsani hisob-kitobini qilasiz. Nariga hovlimda gaz yoqaman. Hozir gazga limit qo'yib qo'ydik, ko'rgan bo'lsangiz. Ana shu limitni hisob-kitob qilsam, u xonam ham o'zi 2 million, 2,5 millionga qarab ketibdi. Oxirgi kunlarda limit tugab qolsa, ag'i yana rasxot ko'payib, u yerda ham xuddi shunaqa 200 kvadratga yaqinroq kattash forma qilib o'y qurganmiz. Gazda istaman, shu ham o'sha 2 million, 2,5 million rasxot bo'libdi-da. Hozir bab-baravar. Buni eng zo'rligi aka, misol mana katolga 2 qop solibdiman, 2 qop bemalol yetib o'tdi. 2 sutka deganda 2 sutkaga katol oldiga bormayman. 2 sutka bo'yda bormaydi. Bitta solib qo'yadi aka bo'ldi aka. Xudo xolasa u tomonlar ko'ngil xotirjam. Misol mana usta Abdulaziz aka maslahatlarga bo'yab qilganmiz. O'shanga yarasha chiroyli bo'libdi. Ko'nglim chiqdi. Qilgan rasxotimga rozimanda. Rozisiz aka, joningiz sog' bo'lsin aka. Bitta katolni ko'rsataylik aka, qiziq odamlarga aka. Katolni ham bemalol ko'rishaveradi. Ular ham juda chiroyli aka, ayniqsa u taxtadan romlab olgan. Ko'ramiz aka. Ko'mirlar ham ashta o'zida ekan aka. Aka, nima ko'mir bu? Aka, buni o'sha pista ko'mir ishlatibdi, belolmani. Belolmani pistasini pistasini ishlatibdi. Hozirgi kunda 1400 so'm olibdi. Mana shu oxirgi partiyani ham 1400 so'm oldim. Yozda ham arzonroq bo'lar ekan. Xudo xolasa biz bar yozda ham ko'proq olib qo'yamiz. Xudo xolasa. Bitta yonishini ko'rsataylik, hammaga qiziq. Aka, keling, yonishini ko'rsataylik. Xo'p, hozir gradusimiz 61 ga chiqibdi уже. Bismillah. Уже qo'yilgan gradusga chiqib qolibdi. Hozir pista ko'mirimiz yonishi xudo xolasa. Aka, kachol mana ishlab turibdi. Tutun chiqib, qanaqadir ko'mir hidi bo'lib, shunaqa holat bormi yo'qmi? Yo'q. Aka, mana atalab ichkariga qo'ydi. Hech qanaqa muammo bo'lmadi mana. Endi mana oz-moz bezargan narsa bo'ladi-yu, lekin hidda asosiysi. Xavfsizlik tomoniga ham yaxshi ekan. Misol mana svet o'chib qolsa ham, ko'ngil xotirjamda. Kechasi o'chib qolsa ham, mana muammosi yo'q ekan. Ichkaridagi ozgina ko'mirimiz yonib o'chsa bo'ldi ekan. Yana ag'ir svet yonib ketsa, ishlab ketaveradi. Undan muammo bo'lgan yo'q. Undan yaxshi, xudo xolasa. Bo'ldi. Tavsiya qilamizmi aka? Xudo xolasa aka, tavsiya qilaman. Men buni bu katolni, misol mana shu miyasiga ham ishqiboz bo'ldim. Gapirib o'tsam bo'ladi, to'g'rimi? Indaliga maqtash emas, xolisona gapiraman. Texnikani o'zim sal bo'lsa ham tushunaman. Mana shu miyasida ancha ish bor ekan, aka. Mana buyruq beritdiman, xotirjam ligirovka qilibdi, atkan gradusda o'chitdi. Xotirjamman. Ba'zi katollarning nomini aytmayman, yomonlashmas, boshqa emas. Oddiy termoregulator qo'yib qo'yishdi-da. Katta farqi bor ekan, aka. U narsada katta farqi bor ekan. Men unda baribir ko'ngil xotirjam bo'ladi. Zavodskiy narsa bu, samodelka, baribir samodelka. O'shanga tavsiya qilaman, steplamali. Oshna o'g'ay tepa idealli. Undan tashqari misol oshna o'g'aynilarga misol xudo xolasa ko'rib ketishdi. Tavsiya qildi. Misol kerak bo'lsa uyimga ham kirishdi. Mehmon bo'lib kelganlar hamma xursand. Xudo xolasa qo'yamiz deb. Chunki bu yerda o'z gaz o'zi ko'rishsiz-ku. Gaz borgan sari borgan o'zi bor joydan ham yo'q bo'lib qoladi. Shunaqa. Keyin men hisob-kitob qilibdi, aytdim-ku, gazdan ham ancha arzon tushagan. Xudo xolasa ko'ngil xotirjam, hammaga tavsiya qilibdi aka. Bo'ldi aka. Rahmat. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldik aka, hammamizdan aka. Bemalol sizlar ham tanlovda adashmasalar ham bo'ladi. Teploideal garantiyaga ega Turkiyaning Eko kompaniyasidan sammitni chiqargan kacholimiz bo'ladi. Hamma miyani chiplari, reduktor, ulitkalargacha original Turkiyaning o'zidan keladi. Asosiysi garantiya bormi? Garantiya bor, to'liq 2 yil. Servis xizmati ham bor. Ertini va texnika bilib bo'lmaydi. Qanaqadir holat bo'lib qolsa, bir og'iz telefon qilasiz.
kelib muammongizni hal qilib beramiz. Ishonchli bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar pastdagi raqamlarga.